İkinci bab. Yahya peygamber tug'ilgan kunlarda Rim imperatori Avgustus Rim imperiyasiga barliq xalqqa nopus tizimlash buyrug'i tushirdi. Tunji qitimliq bu nopus tizimlash Kiriyaning Suriya o'lkasiga vali bo'lib turgan vaqtida elib berilgan edi. Tushirilgan buyruq bo'yicha hamma odam nopusga tizimlanish uchun o'z yurtlariga qaytishdi. Shuning bilan Podsho Davudning avlodidan bo'lgan Yusufmu Galiliya o'lkasidagi Nosira shahridan ayrilib, Yahudiya o'lkasidagi Podsho Davudning yurti Baytlehem yesiga ketdi. U bo'lgusi ayoli Maryamni tizimlanishga birga elib bordi. Maryam bo'lsa homildor edi. Ular Baytlehem yesida turgan vaqtida Maryamning oy kuni to'shib qoldi. Biroq saraylarda ularga uy chiqmag'ashqa, bir otxonada turishga majbur bo'ldi. Maryam shu yerda tunji o'g'lini tug'ib, zaklab, otning o'qirga yotqizdi. Baytlehem yesining sahrolarida ba'zi podishlar dalada tunab, podlarga qaraytdi. Shu kuni ularga Xudoning bir farishtasi ko'rinib, Xudoning parlaq nuri ularning atrofini yo'rtibdi. Ular intayin qo'rqib ketdi. Biroq farishta ularga qo'rqmanglar, men sizlarga butun xalqni xushal qildigan bir xush xabarni yetkazaman. Bugun Podsho Davudning yurti Baytlehem yesida Rabbinglar bo'lgan qutqizg'uchi Masih dunyoga keldi. Uni qandoq toniyalaymiz deb so'rsanglar, u yerga beringlar. Shu chaqda otning o'qirga yotqizilgan zakuloqliq bir bovoqni ko'rsizlar. Bu sizlarga berilgan belgidir, dedi. Birdinla yilqi farishtaning atrofida boshqa nurg'ulgan farishtalar paydo bo'lib, Xudoni madhiyalab, arshi Allohdagi Xudoga shon sharaflar bo'lsin. Uning yer yuzida yaqin ko'rgan bandalariga omonlik bo'lsin, deyishdi. Farishtalar ulardan ayrilib, osmonga chiqib ketgandan keyin podishlar bir-biriga Baytlehem yesiga berib, Xudo bizga uqtirgan bu voqeani ko'rib kelayli, deyishdi. Ular darhol Baytlehemga berib, Maryam bilan Yusufni tepib, o'qirda yotgan bovoqni ko'rdi. Podishlar ahvolni ko'rgandan keyin farishta aytgan bovoq haqidagi so'zlarni kishilarga yetkazdi. Buni anglaganlarning hammasi podishlarning deganlariga hayron qilishdi. Maryam bo'lsa, bu ishlarning hammasini ko'nglida saqlab, cho'nqur o'yladi. Podishlar qaytishib, Xudoga madhiya o'qishdi. Chunki ko'rgan va anglaganlarning hammasi farishtaning aytganidek bo'lib chiqqan edi. Bovoq tug'ilib 8-kuni uning xatnisi qilindi va Ayso deb ism qo'yildi. Bu farishta u tixi onasining qo'sig'ida paydo bo'lgan vaqtda qo'ygan ism edi. Maryamning 40 to'shqanda Xudoning Musa payg'ambarga bergan amridiki, tunji o'g'il Xudoga mansub degan belgilimga asosan Yusuf bilan Maryam bolini markaziy ibodatxonada Xudoga atash uchun Yerusalimga elib bordi. Uningdan boshqa Xudoning Tavrotdagi amri bo'yicha bir ayolning tug'utdan keyin tozalanishi uchun bir jup paxtak yoki 2 kaptar boshqisi ibodatxonada ruhoniylarning qurbonlik qilishiga olib berilishi kerak edi. Shu chog'larda Yerusalimda Shimon ismli bir kishi o'tgan bo'lib, Xudoga ixlosman, durust bu odam Xudoning Isroillarga tasalli beradigan qutqizg'uchini avatishini intizorlik bilan kutgan edi. Muqaddas ruh uningga yor edi. U muqaddas ruhdan kelgan vahiydan o'zining hayot vaqtida Parvardigor tayinlagan qutqizg'uchi Masihni ko'ralaydiganligini bilgan edi. Yusuf bilan Maryam ibodatxonaga borgan kuni muqaddas ruh Shimonni ibodatxonaga boshlab bordi. Hazrati Aysoning ota-onasi bolini ko'tirib kirib, Tavrotda belgilangan ishlarni ado qilmoqchi bo'layotganda, Shimon
ularning oldiga berib, bolni quchig'iga ilib, Xudoga mundaq madiya o'qidi. Ey egam, so'zingda turibsan. Endi bu olamdan ketsam roziman. Chunki deginingdek o'z ko'zim bilan ko'rdim bütün insonlarga hozirlagan qutquzg'uchingni. U sening kimligingni bütün Yahudi emaslarga bildiradigan nurdir. Xalqing İsraillarning shon sharifidir. Bolaning ota-onasi Shimonning bola haqida aytganlariga hayron qolishdi. Shimon ularga baxt tilab Maryamga mundaq dedi: "Mana bu bola Xudo tarafidan İsraildagi nurg'un kishilarning halok bo'lishi va nurg'un kishilarning qutqizilishi uchun tayinlandi. Gerçi u Xudoning beshorati bo'lsa-mu, nurg'un kishilar uni haqoratlab rad qiladi. Shuning bilan ularning ko'nglidagi maxfiy g'arazlar oshkorlandi. Uning rad qilinishi bilan sening yuragingga o'tkir bir qilish sanchilgandek qalbing qayg'udan o'rtinidi." İbadetxonada Aşir qabilasidan bo'lgan Panoilning qizi Hanna ismlik yaşangan bir ayol payg'ambarmi bor bo'lib, u to'y qilib, eri bilan 7 yil birga yashab, keyin tul qolgan edi. U 84 yoshga kirgan bo'lib, ibodatxona ho'ylaridan chiqmay, roza tutib, kech-kunduz duo qilib, Xudoga ibodat qiladi. Shimon gapini tugdishi bilan Hanna yetib kelib, Xudoga shukr etdi. Hamda İsraillarning qutqizilishini kutayotgan barliq xaloyiqqa bola to'g'risida so'z qildi. Yusuf bilan Maryam Tavratda belgilangan ishlarning hammasini ado qilgandan keyin Galiliya o'lkasidagi o'z yurti Nosira shahriga qaytdi. Hazrati Ayso cho'ng bo'lgan siri sog'lom va aql farosatlik bo'lib yetishdi. Xudoning mehr shafqatimi uningga yor bo'lib keldi. Hazrati Aysoning ota-onasi har yili o'tib ketish heytida Yerusalimga boradi. Hazrati Ayso 12 yoshga kirgan yili ular uni elib, odati bo'yicha Yerusalimga yana bordi. Heyt tugagandan keyin ota-onasi uyiga qarab yo'l oldi. Hazrati Ayso bo'lsa Yerusalimda qoldi. Bu ishdan ota-onasining xabari yo'q edi. Chunki ular Hazrati Aysoni hamrohlari bilan birga kelyotdi deb o'ylagan edi. Bir kun yo'l yurgandan keyin ular tuqqan birodarlari orasidan uni izlashga boshladi. İzdab topamagandan keyin kayniga yenib Yerusalimga berib izladi. 3-kuni Hazrati Aysoni markaziy ibodatxona hovlisida Tavrat ustozlarining orasida o'ltirib, ularning ta'limlarini anglab, ulardan savol so'rayotganning o'zi de topdi. Uning so'zlarini anglaganlarning hammasi uning aqliga va bergan javoblarga hayron qolishdi. Ota-onasimi buni ko'rib, nihoyatda hayron qolishdi. Biroq onasi uningga: "Voy bolam, nemishqa bizga uqtirmay qelib qolding? Dadang shikimiz sendan bak ansirab, izlamagan yerimiz qolmadi" dedi. "İzdashning nima hojati? Ajaba, sizlar mening cho'qim otamning uyida bo'lganligimni bilmabdinglar?" deb javob berdi Hazrati Ayso. Lekin ular bu so'zning ma'nosini tushunmadi. Hazrati Ayso ular bilan Nosira shahriga qaytdi. U har qanday ishda ota-onasining gapiga kiradi. Onasi yuz bergan bu ishlarning hammasini ko'nglida chin saqladi. Shunda qilib Hazrati Aysoning bo'y turqi va aql parosati yetilib, Xudoning va kishilarning zo'qini keltiradigan bo'ldi.